Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni ochiq va sodda tilda muhokama qilaman. Pensiya indeksatsiyasi. Ya'ni pensiya miqdori oshirilganda ayrim fuqarolarga nima uchun pul to'liq yetib bormayapti? Qayerda xatolik bo'lishi mumkin? Pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoralar hisob-kitobda qanday holatlarda adashishi mumkin va eng muhimi, odamlar o'z pullarini qanday qilib qaytarib olyapti? Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandlariga, yaqinlariga va kelajakda pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Chunki pensiya bu shunchaki oylik to'lov emas, bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, to'lagan badallari, ishlagan staji va qonuniy huquqidir. Agar hisob-kitobda xato bo'lsa, bu xato bir oyda kichik ko'rinishi mumkin, lekin bir necha oy yoki bir necha yil davom etsa, katta pulga aylanadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men bugun sizga oddiy gaplar bilan tushuntiraman. Indeksatsiya nima? Kimlarga ta'sir qiladi? Kimlar xavotir olishi kerak? Qaysi hujjatlarni tekshirish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak va pulingiz kam hisoblangan bo'lsa, uni qaytarish uchun qanday yo'l tutish kerak? Avvalo, indeksatsiya nima ekanini tushunib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degani davlat tomonidan pensiyalar ma'lum foizga yoki ma'lum miqdorda oshirilishi. Bu odatda narxlar oshishi, inflyatsiya, yashash xarajatlari ko'tarilishi yoki davlat qarorlariga bog'liq bo'ladi. Masalan, agar pensiya 10% oshirilsa, million so'm olgan odam billion so'm olishi kerak bo'ladi. 500 so'm olgan odam esa million so'm olishi kerak. Bu oddiy matematikaga o'xshaydi. Lekin hayotda hammasi bu qadar oddiy emas. Chunki har bir pensionerning pensiyasi turlicha hisoblangan bo'ladi. Kimdadir ish staji ko'p, kimdadir kam. Kimdir zararli ish sharoitida ishlagan, kimdir imtiyozli pensiyaga chiqqan, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Kimdadir ustamalar bor, kimdadir kompensatsiya bor, kimdadir qo'shimcha to'lov bor. Ana shu joylarda xatoliklar kelib chiqadi. Oldin ko'p odamlar pensiya qanday hisoblanganini chuqur tekshirmas edi. Chunki aksariyat pensionerlar davlat idorasi hisoblagan bo'lsa, demak to'g'ridir deb o'ylardi. Yoki men oddiy odamman, baribir tushunmayman deb qo'l siltardi. Ammo hozir vaziyat o'zgardi. Odamlar bank kartasiga qancha pul tushayotganini ko'ryapti. Qarorlar e'lon qilinyapti. Pensiya kalkulyatorlari, elektron xizmatlar, ariza berish imkoniyatlari ko'paydi. Natijada odamlar solishtirishni boshladi. Nega qo'shnimniki oshdi, menikida kam oshdi? Nega qarorda bunday deyilgan, menga boshqacha tushdi? Nega ustamam indeksatsiyaga kirmadi degan savollar ko'paydi. Men bu yerda bir narsani aniq aytmoqchiman. Har bir kam to'lov albatta ataylab aldash degani emas. Ba'zan bu texnik xato bo'ladi. Ba'zan hujjat yetishmaydi. Ba'zan eski ma'lumot bazaga to'g'ri kiritilmagan bo'ladi. Ba'zan odamning ish staji arxividan to'liq topilmagan bo'ladi. Lekin natija bir xil. Pensioner o'ziga tegishli pulni ola olmaydi. Demak, odam o'z huquqini bilmasa, pul yo'qolib ketadi. Huquqini bilsa, qayta hisob-kitob talab qiladi va ayrim hollarda oldingi oylar uchun ham pul qaytariladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi birinchi navbatda? Har bir pensioner o'z pensiyasining tarkibini bilishi kerak. Siz faqat menga 1.200.000 tushdi deb yurmasligingiz kerak. Siz bilishingiz kerak. Asosiy pensiya qancha, staj uchun qancha, ish haqi hisobidan qancha. Ustama bormi? Imtiyoz bormi? Kompensatsiya bormi? Qo'shimcha to'lov bormi? Chunki indeksatsiya hamma qismlarga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Ayrim to'lovlar oshiriladi, ayrimlari alohida tartibda qoladi. Ayrimlari esa faqat ma'lum shart bajarilganda beriladi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Ahmad ota 35 yil ishlagan, pensiyasi 1.400.000 so'm. Qarorga ko'ra pensiyalar 10% ga oshirilgan deb tasavvur qilaylik. Oddiy hisob bo'yicha Ahmad ota 1.5 so'm qo'shimcha olishi kerak. Yangi pensiya 1.5 so'm bo'lishi kerak. Lekin kartasiga 1.5 so'm tushdi. Farq 40.000 so'm. Kimdir aytishi mumkin. 40.000 so'm nima bo'libdi? Lekin bu 12 oyda dartaqdan 1000 so'm bo'ladi. Agar xato 2 yil davom etsa, qariyb 20 million so'mga yaqin pul bo'ladi. Pensiya uchun bu doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga yetadigan mablag'. Ikkinchi misol. Mahfuza opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U farzand uchun pensiya oladi va miqdor har oy bir xil tushadi. Indeksatsiyadan keyin u kutgandan kamroq pul tushadi. Sababi nima bo'lishi mumkin? Sabablardan biri. Uning pensiyasi tarkibida
Alohida qo'shimcha to'lov bor. Indeksatsiya faqat asosiy qismga qo'llangan. Yoki bo'lgan tegishli hujjatda yosh o'qish holati ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma yangilanmagan bo'lishi mumkin. Agar hujjat o'z vaqtida topshirilmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach ayrim hollarda qayta tiklanadi. Lekin odam ariza bermasa, idora o'zi hammasini tekshirib chiqmasligi mumkin. 3-misol. Sobir aka pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan. U o'ylaydi, men yana 5 yil ishladim. Demak, pensiyam avtomatik katta bo'lishi kerak. Lekin hamma narsaning tartibi bor. Pensiyaga chiqqandan keyingi ish staji ayrim holatlarda qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun tegishli murojaat, ma'lumotlar va qonundagi shartlar kerak bo'ladi. Agar Sobir aka hech qachon qayta hisoblash uchun ariza bermagan bo'lsa, eski hisob bilan yurgan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya esa aynan o'sha eski miqdorga qo'llanadi. Natijada u ikki tomondan yutqazadi. Avval pensiya noto'g'ri yoki pastroq bazada bo'yicha yuradi. Keyin oshirish ham pastroq bazadan hisoblanadi. 4-misol. Ulfiya opa 2000 yil ish stajiga ega, lekin uning 7 yillik ish joyi eski korxonaga tegishli. Korxona yopilgan, arxiv hujjatlari to'liq topilmagan. Pensiya tayinlashda faqat 12 yil staj inobatga olingan. U esa hammasi kiritilgan bo'lsa kerak deb o'ylagan. Keyin indeksatsiyadan keyin ham pensiyasi juda past qoladi. Asl muammo indeksatsiyada emas, asl muammo pensiyaning boshlang'ich hisobida. Agar u arxivdan ma'lumot olib kelsa, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlatsa, sud orqali yoki arxiv hujjatlari orqali stajni isbotlasa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Shunda oldingi davr uchun ham qonunda belgilangan tartibda qo'shimcha to'lov masalasi ko'rib chiqiladi. Kimlar albatta tekshirishi kerak? Birinchidan, pensiyasi oxirgi oshirishdan keyin kutganidan kam oshganlar. Ikkinchidan, qo'shnisi yoki tanishi bilan bir xil staj va o'xshash ish haqi bo'lsa-da, ancha kam pensiya olayotganlar. Uchinchi, mehnat daftarchasida eski, noaniq, o'chgan, xato yozilgan joylari borlar. To'rtinchi, pensiyaga chiqishda barcha hujjatlarni topshirmagan yoki keyin olib kelaman deb unutib qo'yganlar. Beshinchi, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, imtiyozli, zararli ish sharoiti yoki ko'p bolali ona sifatida pensiya oladiganlar. Chunki bunday pensiyalarda oddiy formuladan tashqari qo'shimcha shartlar bo'ladi. Kimlar nisbatan xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizga pensiya tayinlanganda to'liq hisob kitob varaqasi berilgan bo'lsa, barcha ish stajingiz kiritilgan bo'lsa, oxirgi indeksatsiyadan keyin miqdor e'lon qilingan foiz yoki belgilangan tartibga mos oshgan bo'lsa, bank kartangizdagi tushum bilan pensiya bo'limidagi ma'lumot bir xil bo'lsa, katta xavotirga asos yo'q, lekin baribir yiliga kamida bir marta tekshirish foydali. Chunki pensiya bu doimiy daromad. Undagi kichik xato ham vaqt o'tishi bilan katta yo'qotishga aylanadi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya har doim siz qo'lingizga olayotgan jami summaga emas, balki pensiyaning muayyan tarkibiy qismiga qo'llanishi mumkin. Odamlar ko'pincha kartaga tushayotgan umumiy pulni oladi-da, shu summani foiz yilga ko'paytiradi. Keyin farq chiqsa meni aldashdi deydi. Ba'zan haqiqatan xato bo'ladi. Lekin ba'zan hisoblash tartibi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun avvalo pensiya tarkibini bilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, eng kam pensiya bazaviy miqdor, ustama va kompensatsiyalar bir-biridan farq qiladi. Masalan, ayrim pensionerlar eng kam miqdorgacha yetkazib beriladigan qo'shimcha to'lov oladi. Agar asosiy pensiya oshsa, o'sha qo'shimcha kamayishi mumkin. Natijada umumiy o'sish odam kutganchalik sezilmaydi. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Masalan, insonning hisoblangan pensiyasi 1 million so'm, lekin davlat uni ma'lum minimal darajagacha 1 million so'm qilib to'lab kelgan. Keyin asosiy pensiya egin foizga oshib, qolgan 35 ming so'm bo'ldi. Lekin umumiy to'lov 1 milliondan 1 million 35 mingga oshishi mumkin. Odam esa 1 million so'm oshadi deb kutgan edi. Bu yerda asosiy savol, tartib to'g'ri qo'llanganmi yoki yo'qmi? Buni faqat hisob kitob varaqasi orqali bilish mumkin. Uchinchi nozik jihat, qaror qaysi sanadan kuchga kirganini bilish kerak. Ba'zan oshirish e'lon qilingan kun bilan amalda to'lanadigan oy bir xil bo'lmaydi. Masalan, qaror iyundan kuchga kirsa, iyun uchun oshirilgan miqdor berilishi kerak. Lekin bankka tushish sanasi qayta hisoblash jarayoni yoki tizimdagi yangilanish sababli ayrimlarga keyingi oyda farqi bilan berilishi mumkin. Agar farq keyingi oyda ham berilmasa, shunda yozma murojaat qilish kerak. To'rtinchi nozik jihat, og'zaki javobga ishonib qolmang.
hammasi to'g'ri, sizga shuncha chiqadi. Kompyuter shunday ko'rsatdi degan gaplar huquqiy javob emas. Men doim aytaman, pensioner yoki uning farzandi rasmiy yozma javob olishi kerak. Chunki og'zaki gapni ertaga hech kim eslamaydi. Rasmiy javobda esa qaysi qonun, qaysi modda, qaysi hisob asos bo'lganini yozishlari kerak. Agar javob noto'g'ri bo'lsa, yuqori idoraga yoki sudga murojaat qilish mumkin. 5-nozik jihat arxiv hujjatlari. Juda ko'p odamlarning pensiyasi aynan arxiv sababli kam chiqadi. Masalan, Sovet davrida yoki 1990-yillarda ishlaganlar, kolxoz, zavod qurilish tashkilotlari, tuman korxonalari, xususiylashtirilgan korxonalar bilan bog'liq ish stajini isbotlashda qiynaladi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa ham, muhr noaniq bo'lsa, buyruq raqami yo'q bo'lsa, ishga kirgan va bo'shagan sana to'liq ko'rsatilmagan bo'lsa, pensiya bo'limi buni to'liq qabul qilmasligi mumkin. Bunday vaziyatda arxivdan buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, shaxsiy hisob varaqalari, korxona vorisi haqidagi ma'lumot kerak bo'ladi. 6-nozik jihat. Ishlagan davrdagi ish haqi. Pensiya faqat stajga emas, ayrim tartiblarda ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odamning yuqori maosh olgan yillari hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya past chiqadi. Masalan, Ravshan aka 10 yil yaxshi maosh olgan, lekin pensiya tayinlashda faqat keyingi past maoshli davr hisobga olingan. Natijada pensiyasi 200 ming yoki 300 ming so'm kam chiqishi mumkin. Indeksatsiya bo'lganda ham bu farq saqlanib qoladi. Shuning uchun nafaqat staj, balki ish haqi ma'lumotnomalarini ham tekshirish zarur. 7-nozik jihat. Pensioner vafot etgan bo'lsa ham, ayrim to'lanmagan summalar merosxo'rlar yoki oila a'zolari tomonidan talab qilinishi mumkin bo'lgan holatlar bo'ladi. Bu masalada aniq tartib mavjud, har bir holat alohida ko'riladi. Agar otangiz yoki onangizga yillar davomida kam pensiya to'langan deb gumon qilsangiz, hujjatlarni saqlab qo'ying, bank tushumlarini oling, pensiya bo'limidan ma'lumot so'rang. Ba'zan odamlar endi kech bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin huquqiy jihatdan tekshirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam, oxirgi 6 yoki 12 oyda kartangizga tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Bank ilovasidan ko'chirmani oling yoki bankdan ma'lumotnoma so'rang. Har oy qancha tushganini ko'ring. Ayniqsa indeksatsiya e'lon qilingan oydan oldingi va keyingi oylarni solishtiring. Ikkinchi qadam. Pensiya bo'limidan pensiya hisob kitobingiz bo'yicha rasmiy ma'lumot so'rang. Siz menga pensiyamning tarkibi, hisoblangan miqdori, ish stajim, inobatga olingan ish haqi davrlari, ustamalar va oxirgi indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblash tartibi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb ariza yozishingiz mumkin. Arizada ismingiz, familiyangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va murojaat mazmuni bo'lishi kerak. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizga odatda quyidagilar kerak bo'ladi. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, arxivdan olingan hujjatlar, nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, o'quvchi yoki talaba farzand bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Har bir hujjatdan nusxa oling va aslini yo'qotmang. 4-qadam, og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Murojaatni pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga topshiring. Topshirganingizda arizangizning 2-nusxasiga qabul qilingan sana kirim raqami va mas'ul xodim belgisini qo'ydiring. Agar elektron shaklda yuborsangiz, yuborilganligi haqidagi tasdiqni saqlab qo'ying. Bu keyin sizga dalil bo'ladi. 5-qadam, javobni tahlil qiling. Agar javobda hammasi to'g'ri deyilgan bo'lsa, lekin sizda farq borligi asos bo'lsa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga yoki tegishli vazirlik tizimiga shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot bilan emas, raqamlar bilan yozing. Masalan, 2024 yil may oyida 20 ming so'm olganman. Indeksatsiyadan keyin 305 so'm bo'lishi kerak deb hisoblayman. Ammo 3 ming so'm tushgan. Farqi 5 so'm. Hisob kitob asoslarini ko'rsatib berishingizni so'rayman. Raqamlar bilan yozilgan murojaatga javob berish osonroq va aniqroq bo'ladi. 6-qadam, agar staj kiritilmagan bo'lsa, arxiv bilan ishlang. Eski korxona qayerga topshirilganini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi, korxona vorisi, soliq organlari, bandlikka oid eski ma'lumotlar, kasaba uyushmasi hujjatlari yordam berishi mumkin. Ba'zan bitta ma'lumotnoma topilsa,
5 yil staj tiklanadi. Bu esa pensiyaga sezilarli ta'sir qiladi. 7-qadam muddatlarga e'tibor bering. Agar sizga kam to'langan bo'lsa, qayta hisoblash va ortiqcha yoki kam to'langan summani undirish tartibi qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun keyin qilaman deb yurmang. Bugun tekshirsangiz, bugun huquqingizni himoya qilishni boshlaysiz. Ertaga hujjat yo'qolishi, arxiv yopilishi, guvohlar topilmasligi yoki muddat masalasi chiqishi mumkin. 8-qadam farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar idoraga borishga uyaladi, tushunmaydi yoki sog'lig'i yo'l qo'ymaydi. Farzandlar bank ko'chirmasini olib, hujjatlarni tartibga solib, ariza yozishda yordam bersa katta foyda bo'ladi. Lekin ishonchnoma masalasini unutmang. Agar siz ota-onangiz nomidan rasmiy harakat qilmoqchi bo'lsangiz, ayrim holatlarda ishonchnoma talab qilinishi mumkin. 9-qadam pul qaytarilganda ham tekshiring. Ba'zan qayta hisoblashdan keyin bir martalik qo'shimcha summa tushadi. Odam xursand bo'lib qoladi. Lekin uning qanday hisoblanganini bilmaydi. Men tavsiya qilaman, qaytarilgan pul qaysi oylar uchun qanday miqdorda, qaysi asos bilan berilganini yozma ravishda bilib oling. Chunki agar xato to'liq tuzatilmagan bo'lsa, yana farq qolishi mumkin. 10-qadam boshqa pensionerlar bilan solishtiring, lekin noto'g'ri xulosa qilmang. Qo'shningiz sizdan ko'proq olsa, bu darhol kam to'lanmoqda degani emas. Balki uning staji ko'proqdir. Maoshi yuqoriroq bo'lgandir. Imtiyozi bordir. Lekin solishtirish sizga savol berishga sabab bo'lishi mumkin. Asosiy dalil baribir sizning shaxsiy hisob-kitobingizdir. Yana bir muhim masala, pensiya jamg'armasi yoki boshqa idoralarga murojaat qilayotganda hurmat bilan, lekin qat'iy gapiring. Sizlar meni aldadinglar deb boshlamang. Men pensiyam bo'yicha hisob-kitobni tekshirmoqchiman. Menga rasmiy izoh bering deb boshlang. Chunki maqsad janjal qilish emas, natija olish. Lekin agar sizga asossiz rad javobi berilsa, huquqingizni oxirigacha himoya qiling. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya indeksatsiyasi avtomatik bo'lsa ham, uning to'g'ri qo'llanganini har bir odam tekshirishi kerak. Pensiyangiz kam oshgan bo'lsa, sababi turlicha bo'lishi mumkin. Hisobdagi xato, staj kiritilmaganligi, ish haqi ma'lumotlari yetishmasligi, ustama noto'g'ri qo'llangani, hujjat yangilanmagani yoki oddiy texnik nosozlik. Lekin siz tekshirmasangiz, hech kim sizning o'rningizga pulingizni izlab yurmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bank tushumlarini oling, pensiya hisob-kitobini so'rang, hujjatlarni tartibga soling, yozma ariza bering va javobni talab qiling. Agar kam to'lov tasdiqlansa, qayta hisoblashni va tegishli pullarni qaytarishni so'rang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar sizda yoki ota-onangizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya oshdimi? Qancha oshdi? Farq bo'ldimi? Murojaat qilganmisiz? Pul qaytarildimi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta video insonning bir necha oylik yoki hatto bir necha yillik yo'qotilgan pulni qaytarishga sabab bo'lishi mumkin.